narigi videoga qoldi anaqa tayyor qilgan anaqalarimiz. Bu ikkinchi videomizga shunaqa qilib tayyor simimizga ko'zchalarni yopishtirib chiqamiz. Hammasini birin-ketin chiroyli qilib pistoletga iloji boricha to'ldirib qo'yish kerak va keyin-ketidan yopishtirib chiqamiz shunaqa qilib. Aytdim, xohlagan ranglaringiz qilsangiz bo'ladi. Shuni orasida kursimiz haqida ma'lumot berib ketmoqchiman qizlar. 50 ming so'mga 70 ta kursni sotib olsangiz bo'ladi. Hammasi professional darajaga o'rgatilgan. Bitta video qo'yib, hammasi montaj qilmasdan qilingan. Kursimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, direktdan yozinglar, bo'lmasa profilimda profilim chapkasida qoldirganman, telefon raqamim. Bemalol 24 ga 7 telefon qilsalaringiz ham bo'laveradi. Ma'lumot beraman hammasi haqida. Shunaqa qilib hammasini birin-ketin yopishtirib chiqamiz. Lekin juda ham asal chiqdi. Yodam umuman toshqa tushib ketmaydi. Hech ham anaqa qilmanglar. Tayyorlab ko'rsalaringiz ham bo'ladi bemalol qo'rqmasdan. Mana yopishtirib bo'ldik hammasini. Endi buni abadogimizga simni yaxshilab qotirib olib, yopishtirib chiqamiz. Yaxshilab mustahkam qilib, orqalariga lentalar yopishtirib chiqamiz. Keyin abadogga birlashtirib, uni ham lenta bilan yaxshilab pistoletli bilan qotirib chiqamiz. Umuman hech narsa sifatsiz narsa chiqmaydi-da. Bor gapda masalani aytib ketmoqchi edim qizlar. Nimaga zakaz berasizlar-da, ba'zi qizlarimiz zakaz yozishadi, hammasini qilishadi. Tayyor bo'lgandan keyin voy 6 yil davomida faqat shu yolg'onlarni eshitganim uchunmi bilmayman. Quloqimga haqiqat bo'lsa ham yolg'onga tuyuladigan bo'lgan. Yana bilmadim. Agar kimgadir tegib ketgan bo'lsa uzr gaplarim. Anaqa adam o'tib qoldi, buvam o'tib qoldi, buvim o'tib qoldi, operatsiya bo'ldim, yo'qsa avariya bo'ldim, oyog'im sindi, to'yim qoldirildi. Yana nima yolg'onlar bor-da. Shunaqa sohada ishlaydigan bo'lsa, boshlaringiz o'tgan bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. Shunaqa yolg'onlar bilan baxtini boshlaydigan yolg'onchi qizlar. Allohdan qo'rqinglar. Biz endi ko'rmasligimiz mumkin. Alloh kaltaga o'zini, Alloh ko'zi ko'rmas, u ko'rib turibdi-yu hammasini. Nima kerak bunaqa yolg'on gapirib, yolg'on bilan boshlab, yo bo'lmasa normal aytsa bo'ladi-yu, opa sharoitim yo'q, ololmayman, yo bo'lmasa to'g'ri kelmadi desa, o'sha narsa anaqa bo'ladi-da, lekin yolg'onni yomon ko'raman. Yolg'on gapirmaslik kerak deb o'ylayman, hisoblayman. Shunaqa qilib yolg'on gapirmanglar, iltimos. Agar kimni yana shunaqa savdosida shunaqa yolg'onlar anaqa bo'lgan bo'lsa, o'sha kommentariyaga kutaman sizlarni, yozib qoldirib ketinglar. Menga qiziq, kimga qanaqa holat bo'lgan savdo sohasida, biznesida, hammasi menga qiziq.